Boricha aytaman lekin aytib qo'y. Rozimisizlar? Assalomu alaykum. Meni ismim Usmonali Shahboz. Instagramda Rijal Team akkauntini asoschisiman. Istekdan oldin hech qayerga borganim yo'q, chunki men istekdan oldin kuzatib borganim sababli bemalol ishonib keldim va sinash uchun bir qani ko'raychi, haqiqatan aytgancha bormikan degan maqsadda Dilshod akam orqali keldim. Eng yoqqan narsa birinchi buyurtma berdim. Keyin gruppa ochilar ekan Telegram orqali. Qarasam meni romim kelishi, u ish jarayoni, qanday kechayotgani, mijoz bilan har bitta muomalasi-yu xizmat ko'rsatishi menga juda ham yoqdi. Menga 10 kun deyilganda bir 3 kundami 4 kunda keldi. O'zim hayron qoldim. Ham aytilgan vaqtida soat 10 ga boradi desa 9 ga keldi kerak bo'lsa, o'rnatgandan tashqari men eng hayron qolgan joyim bo'ldi. O'sha o'zining mas'ul xodimi bor ekan. O'sha mas'ul xodimi kelib, xuddi men tarafdan o'rnatgan ishini ko'rib, men o'zi yaxshi tushunmayman akvaromini, juda hammasini tushuntirib, hamma tomonlama istek menga yoqdi. Bitta minus taraf bor ekan, lekin rostini aytaman, oldinroq istek romidan qo'ymaganim bo'ldi. Meni uyim quyoshga qaratilgan, ko'proq nur tushardi. O'sha tomondan qiynalardim. Bitta qo'yilgandan keyin siraz nurni qaytarishi juda ham yoqdi. Shovqinni meni fikrim bo'yicha 90% qaytardi. Uyim tinch, sokin bo'lib qolgan, xuddi fayz keladi uyga. Xuddi shunaqa bo'lib qolgan. Sizni rom qo'yganingizni qo'shnilaringiz biladi dedi-yu. Qo'shnilar aytayapti, o'zi tushunib yetdim. Dedim, demak dedim, to'g'ri tanlov tanlagan ekanman deb juda xursand bo'ldim. Qolgan o'rtoqlarimga ham aytayapman, hammaga aytayapman, bemalol taklif qilyapman. Istekni xizmat ko'rsatishi a'lo darajada ekan, shu narsaga mazza qildim. O'zimni 2 dona rom olgan bo'lsam, uni xuddi bir katta bir obyekt qurilgandek o'zim his qildim. Bitta narsani aytaman, bu hech qanday reklama emas. O'zimning 120 mingdan oshiq podpischigim bor va xolisona fikrim. Istekdan 100% to'lovini qilib xarid qilganman va o'zimiz podpischiklarga ham barchaga istekni taklif qolaman. Juda ham zo'r. O'zlari qo'ydirib qo'ygandan keyin meni fikrimni sizlar ham albatta qo'shilasizlar. Bizni ko'rib turgan insonlarga ham aytaman. Istek to'g'ri tanlov ekan. Istek rom fabrikasiga faqat omad tilayman. Xuddi mana shu ketayotgan yo'nalishda ketsanglar, xudo xolasa, bundan ham zo'r bo'ladi. Bizdaqa insonlar ko'payadi. Xolis insonlarning fikri baribir qiziq bo'lsa kerak. Istekka juda ham katta rahmat. Mazza qilardim shaxsan o'zim. Istek xalq uchun yaratilgan rom fabrikasi.